Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Ko'pchiligingizni qiynab kelayotgan, har kuni jamoat transportidan foydalanishda duch keladigan muammo bor. Nafaqa guvohnomangizni ko'rsatib, bepul yoki imtiyozli tarzda sayohat qilish tartibida katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun o'ta muhimdir. Chunki endilikda jamoat transportida harakatlanishning mutlaqo yangi tizimi joriy etilmoqda. Agar siz bu yangiliklardan bexabar bo'lsangiz, jamoat transportidan foydalanishda noqulayliklarga duch kelishingiz yoki hatto ortiqcha xarajat qilishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni barcha tanish nafaqaxo'rlarga ulashing. Bu harakatlaringiz ko'pchilikka yordam beradi va siz ham ushbu muhim ma'lumotni tarqatishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keling, avvallari qanday bo'lganini eslab olaylik. An'anaviy tarzda bizning hurmatli nafaqaxo'rlarimiz avtobus yoki boshqa jamoat transporti vositalarida haydovchiga yoki konduktorga nafaqa guvohnomasini ko'rsatib, o'z imtiyozli huquqlardan foydalanishgan. Bu tizim ko'p yillar davomida ishladi. Biroq uning o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor edi. Ba'zida guvohnomani tekshirishda qiyinchiliklar yuzaga kelardi. Ba'zida konduktorlar tomonidan tushunmovchiliklar bo'lardi. Eng asosiysi esa bu tizim umumiy hisob-kitob va monitoring uchun qulay emas edi. Davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlardan kimlar qanchalik foydalanayotgani, ularning umumiy hajmi qancha ekanligini aniq bilishning imkoni yo'q edi. Bu esa o'z navbatida nafaqaxo'rlar uchun berilayotgan imtiyozlarning shaffofligini va samaradorligini oshirishga to'sqinlik qilar edi. Endilikda esa bu vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz nafaqaxo'rlar uchun jamoat transportidan foydalanish tizimini to'liq modernizatsiya qilishga qaror qildi. Bu o'zgarishning negizida raqamlashtirish, shaffoflik va qulaylik yotibdi. Eski uslub, ya'ni qog'ozli nafaqa guvohnomasi bilan bepul yoki imtiyozli sayohat qilish amaliyoti bosqichma-bosqich bekor qilinmoqda. Uning o'rniga maxsus elektron kartalar joriy etilmoqda. Bu kartalar nafaqaxo'rning imtiyozli huquqini avtomatik tarzda tasdiqlovchi zamonaviy vosita bo'ladi. Ushbu o'zgarish nafaqaxo'rlar uchun yanada qulayliklar yaratish, imtiyozlardan foydalanish tartibini soddalashtirish va eng muhimi, butun tizimni adolatli va shaffof qilishga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, endilikda siz avtobusga chiqqaningizda nafaqa guvohnomangizni ko'rsatishingiz shart bo'lmaydi. Balki ushbu yangi kartani validatorga tegizish orqali o'z sayohatingizni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Bu tartib butun mamlakat bo'ylab bosqichma-bosqich joriy etilmoqda va bu jarayonning tafsilotlarini bugun batafsil muhokama qilamiz. Endi esa ushbu yangi tizimning eng muhim jihatlariga to'xtalsak. Avvalo, tushunib olaylik, bu maxsus karta o'zi nima va u kimlarga kerak? Bu maxsus karta bu nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan kontaktsiz elektron to'lov kartasi hisoblanadi. Tashqi ko'rinishidan oddiy bank kartasiga o'xshab ketishi mumkin. Biroq uning asosiy vazifasi nafaqaxo'rning jamoat transportidan imtiyozli foydalanish huquqini avtomatik ravishda tasdiqlashdir. Bu karta shunchaki bir guvohnoma emas, balki to'liq funksional elektron vositadir. Ya'ni avtobusga chiqqaningizda eshik oldidagi validatorga ushbu kartani shunchaki tegizasiz va tizim avtomatik ravishda sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tan oladi hamda bepul yoki imtiyozli sayohatingizni ro'yxatdan o'tkazadi. Bu jarayon juda tez va qulay amalga oshadi. Navbat kutish yoki konduktor bilan munozara qilishga hojat qolmaydi. Endi esa eng muhim savollardan biri, kimlarga bu karta kerak va kimlarga kerak emas? Birinchi navbatda. Bu karta jamoat transportidan muntazam foydalanadigan barcha nafaqaxo'rlar uchun o'ta muhimdir. Agar siz har kuni yoki haftada bir necha marta avtobus, tramvay, metro, agar sizning shahringizda metro mavjud bo'lsa va unga ham tegishli bo'lsa, kabi jamoat transportidan foydalansangiz ushbu kartani albatta olishingiz shart, aks holda siz avtobusda to'liq tarifda yo'l haqi to'lashingizga to'g'ri keladi. Chunki eski nafaqa guvohnomasi qisqa vaqt ichida o'z kuchini yo'qotadi va imtiyozli sayohat huquqini tasdiqlash uchun yetarli bo'lmaydi. Keling, bir nechta hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Oysha buvi 75 yoshda. U har kuni ertalab bozordan non va sut olib kelish uchun avtobusda borib keladi. Oldin u haydovchiga yoki konduktorga nafaqa guvohnomasini ko'rsatib, hech qanday to'lov qilmas edi. Endi yangi tizim joriy etilgach, agar o'sha bu maxsus kartani
olmasa har safar avtobusga chiqqanda to'liq yo'l haqi to'lash kerak bo'ladi. Agar bir marta yo'l haqi 2000 yen so'm bo'lsa, o'sha bu kuniga 2 marta, oyga 6 marta avtobusdan foydalansa, bu 2000 so'm degani. Pensiyasi qancha bo'lishidan qat'iy nazar bu ancha katta xarajat hisoblanadi. Yangi karta esa unga oldingi kabi bepul sayohat qilish imkonini beradi. Shuning uchun Oysha buviga bu karta shoshilinch ravishda kerak. Misol 2. Ahmad bobo vaqaman yoshda. U shahar markazida yashaydi va oyda 1-2 marta faqatgina qishloqda yashovchi nabiralarini ko'rish uchun shaharlararo avtobus bekatigacha shahardagi avtobusda borib keladi. Qolgan vaqtlarda jamoat transportidan deyarli foydalanmaydi. Ahmad bobo o'ylashi mumkinki, unga bu karta kerak emas, chunki u kamdan kam foydalanadi. Ammo bu xato. Agar u kamida oyga 1 marta bo'lsa ham shahardagi jamoat transportidan foydalansa, unga ham bu karta kerak. Chunki o'sha 1-2 marta uchun ham to'liq yo'l haqi to'lashga to'g'ri keladi. Bu esa yiliga ma'lum miqdorda mablag'ni behudaga sarflash degani. Misol uchun Farhod aka otamning yoshda yaqinda nafaqaga chiqqan. Uning o'z shaxsiy mashinasi bor va jamoat transportidan umuman foydalanmaydi. Ishga ham mashinasida borib kelardi. Nafaqaga chiqqach esa ko'proq uyda. Unga bu maxsus karta kerakmi? Yo'q. Agar u haqiqatan ham umuman jamoat transportidan foydalanmasa, bu karta unga shart emas. Biroq shuni unutmangki, har qanday vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Mashina ta'mirlashga ketishi mumkin yoki uzoq joyga borishga to'g'ri kelib qoladi. Bunday holatda agar kartasi bo'lsa, har qanday kutilmagan vaziyatda ham imtiyozli sayohat qilish imkoniyati saqlanib qoladi. Shuning uchun garchi Farhod aka hozirda ehtiyoj sezmasa-da, kelajakda kerak bo'lib qolishi mumkinligini inobatga olgan holda kartani oldindan olib qo'yish maqsadga muvofiqdir. Olib qo'yish zarar qilmaydi. Aksincha, kelajakda kutilmagan xarajatlardan asraydi. Bu kartaning ishlash mexanizmi qanday? Kartani qo'lga kiritganingizdan so'ng sizning ma'lumotlaringiz maxsus tizimga kiritiladi. Har safar jamoat transportiga chiqqaningizda va kartani validatiga tegizganingizda tizim bir zumda sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tekshiradi va sizga bepul yoki imtiyozli sayohatni taqdim etadi. Ba'zi shaharlarda kunlik bepul sayohatlar soniga cheklovlar qo'yilishi mumkin. Masalan, kuniga ma'lum bir miqdorda bepul sayohat. Bu haqida aniq ma'lumotni o'zingiz yashayotgan shahar transport boshqarmasining rasmiy saytlaridan yoki davlat xizmatlari markazlaridan bilib olishingiz mumkin. Ba'zi joylarda esa bu cheklovlar mavjud emas, barcha sayohatlar bepul. Bu karta birinchi navbatda sizning mablag'ingizni tejashga. Ikkinchidan esa jamoat transportidan foydalanish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirishga yordam beradi. Konduktor bilan suhbatlashish, nafaqa guvohnomasini ko'rsatib, uzoq tekshiruvdan o'tish kabi eskilik qoldiqlari o'tmishda qoladi. Endi barchasi bir tegish bilan hal bo'ladi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, bu kartaning joriy etilishi faqat nafaqaxo'rlar uchun emas, balki butun transport tizimi uchun foydalidir. Chunki har bir sayohat qayd etilishi sababli davlat nafaqaxo'rlar uchun qancha subsidiyalar ajratilayotganini aniq bilib boradi. Bu esa mablag'larni yanada samarali taqsimlash va kelajakda yanada yaxshi transport xizmatlarini tashkil etish uchun zamin yaratadi. Endi esa ushbu yangi tizimda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, kutilmagan holatlar va nozik jihatlar haqida gaplashaylik. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi murakkabliklar, e'tibor berish lozim bo'lgan nuanslar mavjud. Istisnolar va o'ziga xos holatlar mir. Boshqa imtiyozlarga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar, ba'zi nafaqaxo'rlar bir nechta ijtimoiy imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, nafaqaxo'r bo'lish bilan birga urush faxriysi yoki nogironligi bo'lgan shaxs bo'lishi mumkin. Bunday hollarda odatda eng katta imtiyozni beruvchi karta yoki guvohnoma ustunlik qiladi. Ammo ushbu yangi transport kartasi aynan nafaqaxo'r maqomi uchun berilganligi sababli, agar sizda boshqa imtiyozlar bo'lsa ham, bu karta sizning nafaqaxo'r sifatidagi jamoat transportidan foydalanish huquqingizni ta'minlaydi. Ya'ni, avval siz bepul sayohat qilib kelgan bo'lsangiz, endi ham shu imtiyozingiz saqlanib qoladi. Faqat endi uni yangi karta orqali tasdiqlaysiz. Agar sizda masalan I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan alohida transport kartasi mavjud bo'lsa, siz u kartadan foydalanishda davom etishingiz mumkin. Lekin aksariyat hollarda nafaqaxo'r kartasi ham baribir foydali bo'ladi, chunki u umumiy tizimning bir qismiga aylanadi. Bu holatda sizga eng qulay va tegishli bo'lgan kartadan foydalanish tavsiya etiladi. 2. Shaharlararo transport. Shuni aniq tushunish kerakki, bu maxsus kartalar
odatda shahar ichidagi jamoat transporti, avtobuslar, tramvaylar, metro uchun mo'ljallangan shaharlararo yoki xalqaro yo'nalishlardagi avtobuslar, poyezdlar yoki samolyotlar uchun bu kartalar kuchga ega emas. Ularda oldingi tartib, ya'ni imtiyozli chiptalarni nafaqa guvohnomasini ko'rsatib sotib olish yoki boshqa turdagi imtiyozlardan foydalanish tartibi saqlanib qolishi mumkin. Agar siz shaharlararo transportdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, chipta sotib olishdan oldin bekat kassa xodimlari bilan bog'lanib, o'z imtiyozlaringiz haqida aniqlik kiritishingizni maslahat beraman. Uch mintaqaviy farqlar. Garchi tizim butun mamlakat bo'ylab joriy etilayotgan bo'lsa-da, ba'zi viloyatlar yoki shaharlarda kichik farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, kartani olish joylari, amal qilish muddati yoki ba'zi imtiyozlarning hajmida ozgina o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi davlat xizmatlari markazlari yoki mahalliy transport boshqarmasi bilan bog'lanib, aniq ma'lumotlarni olish har doim eng to'g'ri yo'ldir. Muammolar va e'tiborga olish lozim bo'lgan jihatlar. 1. Yo'qolgan yoki shikastlangan karta. Agar kartangiz yo'qolsa yoki ishdan chiqsa, darhol tegishli organga murojaat qilishingiz shart. Bu holatda yangi karta olish uchun qayta ariza topshirishingiz kerak bo'ladi. Yangi karta tayyor bo'lguncha jamoat transportidan foydalanishda noqulayliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun kartangizni ehtiyot qiling. Ko'pincha kartani qayta tiklash uchun kichik bir to'lov undirilishi mumkin. Karta ishlamasa, ba'zida texnik nosozliklar sababli validator kartani o'qimasligi mumkin. Bunday holatda birinchi navbatda kartaning toza va shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar muammo davom etsa, boshqa validatorga tegizib ko'ring. Agar avtobusda bir nechta bo'lsa, agar baribir ishlamasa, avtobus haydovchisiga xabar bering va eng yaqin texnik xizmat ko'rsatish markaziga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Aytishlaricha, bu kabi holatlarda vaqtinchalik chipta berishi mumkin, ammo bu aniq emas. Shuning uchun iloji boricha kartangizning so'zligini ta'minlash muhim. 3. Konduktorning kartani qabul qilmasligi. Garchi yangi tizim konduktorlarning aralashuvini minimallashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, o'tish davrida ba'zi konduktorlar yangi tartibga to'liq o'rganib ulgurmagan bo'lishi mumkin. Agar sizga kartangizdan foydalanishda to'sqinlik qilishsa yoki uni tan olmasliksa, vaziyatni osoyishta tushuntirishga harakat qiling. Agar muammo davom etsa, transport boshqarmasining ishonch telefoniga murojaat qiling. 4. Kartaning amal qilish muddati. Bu kartalar odatda ma'lum bir muddatga beriladi. Masalan, 5-10 yil yoki umrbod amal qiladi. Uning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Agar muddati tugasa, uni yangilash uchun oldindan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Muddatidan avval yangilab olsangiz, noqulayliklarning oldini olgan bo'lasiz. 5. O'tish davri. Yangi tizim joriy etilishi bilan eski tartib bir muncha vaqt davomida faqat ma'lum bir muddatgacha ishlaydi. Bu o'tish davri nafaqaxo'rlar uchun yangi kartalarni olishga va yangi tizimga ko'nikishga imkon beradi. Lekin bu davr cheksiz emas. O'z vaqtida kartani olib qo'yish juda muhim, chunki o'tish davri tugashi bilan eski guvohnomalar butunlay o'z kuchini yo'qotadi va siz kartasiz qolsangiz, imtiyozsiz sayohat qilishga majbur bo'lasiz. Nozik jihatlar. 1. Shaxsiylashtirish. Ushbu kartalar qat'iy ravishda shaxsiylashtirilgan bo'ladi. Ya'ni ularda sizning ism-sharifingiz va fotosuratingiz bazada bo'ladi. Shuning uchun bu kartani boshqa birovga berish yoki boshqa shaxsning kartasidan foydalanish qat'iyan man etiladi. Bu harakatlar qoidabuzarlik hisoblanadi va kartaning bloklanishiga olib kelishi mumkin. 2. Ma'lumotlar xavfsizligi. Ko'pchilik o'z shaxsiy ma'lumotlari haqida xavotirlanishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, bu tizimda sizning ma'lumotlaringiz shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish qonunchiligiga muvofiq qat'iy himoyalanadi. Kartada faqatgina sizning imtiyozli maqomingizni tasdiqlovchi identifikator mavjud bo'ladi. Boshqa ortiqcha ma'lumotlar saqlanmaydi. Bu kartani olish jarayoni va uni ishlatish qoidalarini yaxshilab tushunib olish sizni ko'plab noqulayliklardan asraydi. Esingizda bo'lsin, ma'lumotga ega bo'lish. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishning eng yaxshi yo'li. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilishim kerak degan savolga amaliy javoblar beramiz. Ushbu maxsus kartani olish uchun qanday qadamlarni bajarish kerakligi bo'yicha to'liq ko'rsatma. Qadam mengan. Ma'lumot to'plash va tayyorgarlik. Avvalo, bu kartalar qaysi mintaqalarda va qaysi muddatda joriy etilayotganini aniqlab olishingiz kerak. Qayerdan ma'lumot olish mumkin? Eng ishonchli manbalar.
yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markazlari DXM ga murojaat qiling. Ularda barcha kerakli ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Mahalliy hokimiyat organlarining rasmiy veb-saytlari va yangiliklar kanallari, jamoat transporti boshqarmasining rasmiy saytlari, masalan, Toshkent shahrida Toshshahar Trans xizmat EJ. Mahallangizdagi faollar yoki mahalla raisi orqali ham ma'lumot olishingiz mumkin. Hujjatlar ro'yxati. Kartani olish uchun odatda quyidagi hujjatlar talab etiladi. Pasport yoki shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat. ID karta. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Nafaqa guvohnomasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Ochiq SMM o'lchamdagi rangli fotosurat. Ba'zi joylarda kerak bo'ladi. Ba'zilarda o'sha yerning o'zida suratga olishlari mumkin. Oldindan tayyorlab qo'yish zarar qilmaydi. Ariza blankasi, odatda uni DXMda to'ldirasiz. Lekin ba'zida oldindan yuklab olib to'ldirib borish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Qadam 2 hujjatlarni tayyorlash. Yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlarni to'liq qilib tayyorlang. Nusxalarini oldindan olib qo'ying. Asl nusxalarni esa o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Pasportingiz va nafaqa guvohnomangizning amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar fotosurat talab qilinsa, yaqin atrofdagi fotostudiyadan standart talablarga javob beradigan suratga tushirib oling. Qadam 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Maxsus kartalarni olish uchun asosan 2 asosiy manzil mavjud. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu eng keng tarqalgan va qulay usul. Siz o'zingiz yashayotgan hududdagi davlat xizmatlari markazining istalgan filialiga murojaat qilishingiz mumkin. DXMlar ko'plab davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Bu esa jarayonni sezilarli darajada soddalashtiradi. Mahalliy transport boshqarmasi yoki maxsus kassalar. Ba'zi shaharlarda transport kompaniyalari o'zlarining shaxsiy kassalarini yoki xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil etgan bo'lishi mumkin. Bu haqda DXM xodimlaridan yoki transport boshqarmasining rasmiy saytlaridan aniq ma'lumot olishingiz mumkin. Qadam 4. Ariza topshirish jarayoni. DXM ga borganingizda elektron navbat olib o'z navbatingizni kuting. Xodimga o'z maqsadingizni ayting. Nafaqaxo'rlar uchun maxsus transport kartasi olishga keldim. Ular sizga ariza blankasini berishadi. Bu blankani diqqat bilan va to'g'ri to'ldiring. Agar to'ldirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, DXM xodimidan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga yordam berishga majbur. To'ldirilgan arizani va tayyorlagan hujjatlaringizni xodimga topshiring. Ular hujjatlaringizni tekshirib, tizimga kiritadi. Ba'zi joylarda o'sha yerning o'zida biometrik ma'lumotlar, masalan barmoq izlari olinishi yoki fotosuratga tushirilishi mumkin. Arizangiz qabul qilingandan so'ng sizga hujjatlaringiz qabul qilinganligi to'g'risida kvitansiya yoki ma'lumotnoma berilishi kerak. Unda kartaning tayyor bo'lish muddati va uni olish joyi ko'rsatiladi. Qadam 5. Kartani qabul qilib olish va faollashtirish. Berilgan muddatda odatda bir necha kundan 2 haftagacha kartangiz tayyor bo'ladi. Sizga SMS orqali xabar kelishi mumkin yoki kvitansiyada ko'rsatilgan sanada bo'lishingiz kerak bo'ladi. Kartani olish uchun yana DXM ga yoki belgilangan boshqa joyga pasportingiz bilan boring. Kartani olganingizda undagi ma'lumotlarning ism-sharifingiz to'g'riligini tekshiring. Kartani faollashtirish. Ko'pincha karta avtomatik ravishda faollashadi. Lekin ba'zida uni maxsus terminallar orqali faollashtirish talab qilinishi mumkin. DXM xodimidan bu haqda so'rab oling. Qadam 6. Kartadan foydalanish. Jamoat transportiga chiqqaningizda kartani validatorga teging. Validator yashil rangda yonib, ok yoki qabul qilindi degan yozib chiqsa, sayohatingiz tasdiqlangan bo'ladi. Agar biror muammo yuzaga kelsa, karta ishlamasa, validator o'qimasa, avtobus haydovchisiga xabar bering va imkon qadar tezroq yoki transport boshqarmasiga murojaat qiling. Qadam 7. Muddatni o'tkazib yuborsangiz nima bo'ladi? Agar siz belgilangan muddat kartani olishga ulgurmasangiz, vahima qilmasligingiz kerak. Ko'pchilik hollarda imtiyozli sayohat huquqi bir zumda bekor qilinmaydi va ma'lum bir o'tish davri davom etishi mumkin. Biroq bu muddat cheklangan bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar tezroq yuqoridagi qadamlarni bajarib kartani olishga harakat qiling. Qanchalik tez olsangiz, shunchalik erta bu yangi tizimning qulayliklaridan bahramand bo'lasiz va ortiqcha xarajatlardan qochasiz. O'zingizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishning eng yaxshi yo'li bu o'z vaqtida harakat qilishdir. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz nafaqaxo'rlar uchun joriy etilayotgan yangi maxsus transport kartalari haqida to'liq va batafsil ma'lumot berishga harakat qildik.
Endi siz nafaqa guvohnomasi bilan jamoat transportida yurish tartibi o'tmishda qolayotganini va uning o'rniga zamonaviy elektron kartalar kelayotganini bilasiz. Bu o'zgarishlar sizning hayotingizni yanada qulay qilish, jamoat transportidan foydalanish jarayonini soddalashtirish va imtiyozlarni yanada shaffof taqdim etishga qaratilgan. Esingizda bo'lsin, bu yangi karta sizning huquqingizni himoya qiladi va har kuni ortiqcha xarajatlardan asraydi. Shuning uchun iltimos yuqorida aytib o'tilgan barcha amaliy tavsiyalarga amal qiling va o'z vaqtida ushbu kartani qo'lga kiriting. O'zingizni noqulayliklardan himoya qiling. Mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va do'stlaringizga, tanishlaringizga, ayniqsa nafaqaxo'rlarga ulashishni unutmang. Bu har bir nafaqaxo'r bilishi shart bo'lgan muhim ma'lumotdir. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Oldinda sizni yana ko'plab foydali va qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.